Ushbu videoni ko'rishdan oldin O'zbekistondagi barcha elchixonalarni tagiga atmetga qilib qo'ying. Bu video ularga yetib borsin. Italiya Shengen vizasini sotdik va buni natijasida Italiya elchisining ustidan tergov ishlari boshlangan. O'zbekistonda elchi bo'lgan paytida rus fuqarolari va ba'zi bir bizniki ham bo'lishi mumkin fuqarolarga vizani $4000 dan $14000 yoki yevrogacha sotgan. Undan tashqari Germaniya hukumati O'zbekistonda Germaniya elchixonasi ustidan tergov ishlarini boshlagan. Ular korrupsiyada ayblanishmoqda. Undan tashqari, eshitishim bo'yicha ba'zi bir davlatlarning elchixonasi O'zbekistondagi, ya'ni Schengen ko'proq vizalarni pulga sotayotgan ekan. Ya'ni siz $3000, $4000, $5000 bersangiz, sizga garantiya bilan viza chiqarib beryapti ba'zi bir agentstvalar. Undan tashqari, biza Avstraliyaga viza olish uchun ba'zi bir odamlarning pasportiga fake Britaniya shunga o'xshash Schengen vizalarni yopishtirib turib, keyin Avstraliyaga topshirdik. Ya'ni biz emas, o'zbeklar emas va unda ko'pchilik bilib qolib, Avstraliya hukumati ko'pchilikka atkazib berdi. Ya'ni biz bu ishlarni qanchalik ko'p qilsak, shunchalik ko'p bizda atkaz bo'ladi va elchixonalar bitta-bitta yopilishni boshlaydi va bizga viza berish protsessi qiyin bo'ladi. Ochirtib yetmasa bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa odamlarni hisobiga oddiy odamlar vizaga topshirsa yo atkaz yoki ochirt umuman olib bo'lmayapti. Bitta taklif, bunga yechim bor. Xuddi deylik o'sha Avstraliya yoki shunga o'xshash bizga, ya'ni onlayn viza beradigan davlatlarga o'xshab sistema yaratishni so'rab qolamiz Schengen davlatlarni ham. Ya'ni biz hujjatlarni hammasini bitta qilamiz, onlayn ular saytiga topshiramiz. Ular bizni hujjatlarimizga qarab, cover letter, travel planimizga qarab turib, o'zlari qaror chiqaradi. Orada hech qanaqa elchixona, posrednik hech kim bo'lmaydi. Ochirt sotilmaydi, viza sotilmaydi va biz fake hujjatlarni qilmaymiz shunda.